Siz Allohdan qo'rqar ekansiz. Albatta qo'rqaman qizim. Bu qanday so'z bo'ldi? Biroz avval namoz o'qidingiz. Ha, o'qidim o'g'lim. Yonmoqdan qo'rqqaningiz uchunmi? Chorsuvda bir kishi jomidan chiqib, bir bolani so'kayotgan edi. Nima ekan u bolani aytib? Yong'oq sotuvchidan yong'oq o'g'irlabdi. Bizni Alloh yoqsa, biz namozni qo'rquvda o'qiymizmi? Har mo'min Allohdan qo'rqish kerakdir qizim. Allohning buyruq va qaytariqlariga bo'ysunmasa, yonishini bilish kerak. Ba'zan to'g'ri ishlarimiz xatolarimizdan ko'p bo'ladi. Ba'zan esa xatolarimiz to'g'rilarimizdan ko'p bo'ladi. U holda nima qilmoq kerak? Xo'sh, Tavba qilishimiz kerak. afarin senga. Tavba qilsak, afv etilgan bo'lamizmi? Robbimni tavba eshiklari har doim ochiqdir qizim. Islomning 5 sharti, iymonning 6 shartini bajarib, 7 katta gunohdan uzoq bo'lsa, Jannatga kiradimi? Alloh bilguchiroqdir. Ibodatlarimizda Allohning rizosini, jannatiga erishmoq, olamlarning sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning jamolini ko'rmoq